Ko'pchilik aytmaydigan, lekin vazn yo'qotishda xatolardan biri har doim aytib o'tganimdek bu bir xil ovqat. Agar har kuni bir xil ovqatni yesanglar, tana asta-sekin shunaqa xulosa qiladi. Har doim bu ovqatni bir xil beryapti. Значит, metabolizmni sekinlashtiraman, yog'lari yoqishni to'xtataman. Shunda vaznim turib qoladi, vazn даже oshib ketishga olib keladi deb o'ziga xulosa chiqaradi organizmimiz. Jigar metabolizmi markazida turadigan organ hisoblanadi. Bir xil ovqat doimiy iste'mol qilish jigarni charchatib qo'yadi-da, to'g'risi. Toksinlarni chiqarish, yog'larni parchalashni sekinlashtirib qo'yadi. Charchagan jigar esa sekin metabolizm va vazn turib qolishiga, даже oshishiga ham olib keladi. Tana stressga tushgandan keyin bir xil ovqat tana uchun g'ayrioddiy hisoblangandan keyin sizda shirinlik va tez hazm bo'ladigan ovqatlarga ishtaha ortib boradi. Kam yeyotgan bo'lsanglar ham vazn turib qoladi. Natijada semirish xavfi oshadi yoki vazningiz turib qolishiga olib keladi. Nega ko'pchilik buni aytmaydi sizlarga? Chunki bu oddiy dietada maslahatlarda ochiqchasiga tushuntirib bo'lmaydi sizlarga bu narsani. Ko'pchilik faqat kam yeysan, o'shandigina ozasan deydi, lekin tana moslashuvchan va jigarni rolini hisobga olishmaydi. Chunki pul ishlash kerak-da, sizlardan soqqa olish kerak. Даже oddiy jismoniy harakat ham, masalan, zinadan chiqib tushgan metabolizm zo'r uyg'otib beradi. Qon aylanishini yaxshilab beradi, jigar faoliyatini rag'batlantirib beradi, yog'lar tezroq parchalanishiga olib keladi. Bu esa jigarni charchamasdan, metabolizmni faol saqlashga yordam beradi bizga. Xulosa nimada, qizlar? Bu bir xil ovqat vazn turishi va jigarni charchashiga sababchi bo'ladi. Rang-barang ovqat, harakat va stressni boshqarish orqali vazn yo'qotish samarali eng yo'llaridan bittasi. Sizlarga buni hech kim aytmaydi, tekinga olinglar maslahat.